الله وما أنا من المشركين. Bey tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Beg'ditdan asar ko'rinmaydi. Kimxob to'llarga o'rangan qo'g'dug'chilari, atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharfiga dog'dam echilgan yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, parishon holda edi. Bir chog'da men tarafga sal yangishib turib, Mustafa, sence beg bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Savolning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq, dedi u zarda bilan. Kekashlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boribdi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan beg deganing o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. Men sukut bilan saqlab turardim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni fasodchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga olg'usiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqinlarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqinlarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkilarini sevib ichib, yonidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toji yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi ashundaq bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xurliqdan boshqani bilmaydi. Beg qasrga nihoyat parishon holda kirib keldi. Bola chaqalari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurtjonlari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. İştirakçılarının içinde Xo'ja Niyoz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Bek, "Azbatlar, nerede yiqilgan bo'lsak, shu yerdan dast turishimiz kerak. Qanday qilib?" Bek Xo'ja Niyoz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. "Beglik, ulug'liq to'llarimizni silib o'tib, yilqipada boqadigan cho'pon xotinimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayat qilsak, ana shu chaqda xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishimi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam boshqarishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yurimiz. Bir kofir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramazlik bo'lmay nima?" Xo'ja Niyoz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda: "Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim", dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zib etdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin beg tamkin kulimsirab turib: "Men Xo'ja Niyozning fikriga qo'shilaman. Qaval Xitoy suyunli qizi bilan uylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushunda qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz." O'limalardan biri nido qildi: "Alloh o'zing bor." Bek qaytirib: "Alloh biz bilan billa, bizni hargiz xor qilmaydi", dedi. "Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin?" Pichirlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdan Begning, birdan Xo'ja Niyoz hojining yana qatoraytdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh baqirab ketganilar ko'rinadi. Atsi Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordi. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser
xabarni ko'rib xushalliqidan qo'lini yo'qitay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda bag va ulamolarga to'g'rilandi. Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi bagning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularni qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat ketmasligi kerak edi. Ish o'tsa, xalqma amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqatildi. U kecha qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uliqlar g'ururliq erkaklarga har kelyotdi. Dal shu zulmatlik kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib, Onunğa tegməyəm dada, qandaqmı sizlərə itaat qilish bədliga Allahqa asiylik qılay. Allah məndənmi və sizlərdanmı əzizdir. dedi. Allah özlərinin muşunda qilishlərini xalaydı qızım. Allah faqat xeyirlik işlərini la xalaydı. Xeyirlik işləb o'ylaganimizning xeyirlik bo'lishini kutamiz. Qiz esa degenicha, Səndən ada juda boldum, qaysırdınmı ada juda boldum, meni ketkil qo'y. dedi. Beg qizining oltindek sarı saçlarını silab turib, Çil böğürlərinin arasından qandaq chiqib keturlar? dedi. Qiz o'zini ichkirki uyga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining İşkini aşqan qizim. deb yolvurishlariga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishik yo'chqidan marilgan edi. Qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmonga qarayotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bar kuchi bilan ittirib boshladi. Xanjar qizining ko'ksiga peshishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan seyirchilar va xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bechora qumul xalqi shaharning qalbidan bargan sari yiroqlashyotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq o'stan bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishyotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texnik chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqalarda soqollarini ko'z yoshlari bilan yuyayotdi. Baq qasrini bundaq baxsaodatlik oldi ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik ayibini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer öktüşünün ahmaklık qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq palvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kelib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun deb ichiverdi. Hatto masjiddan daldanishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. Kona urf-odatlarning bo'yinturuqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy dal o'z nafsidir. Uningga osmon ilohiy hukmronlik qila olmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Odam menga faloni ishni qilma, tangni ko'chirmaydi degan chaqlarda men qinikan shu tangni deydim. Onam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqoqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'ldigan ishni qilaverdim. Onam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ishida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammo o'lib ketdi. O'lar chig'ida qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tugaligi uchun shayli, ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'tarayli. Xo'janiyoz hoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qildi. Yana biraylarning tutqoq kesil tutib qolgan ekan, biz uni darhol sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tek bir 4-qatim to'nish bilan tang qilishlar yalang'ochlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorlik buyruq tutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning to'plari qasrning har tarafida sunayinib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yarashilgan edi. Qumul qaynab ketdi.
Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarni zindon va saqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari yo quyruqini xato qilib tikutishga, yo qocholmay yolvorib yelinishga, hatto ba'zilari apotilab tizlanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Beg maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yoshlanayotdi. Qizi yeniq keldi. Beg qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni beg deyalaydigan bo'ldim" dedi. Qiz hasrat bilan, Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi. dedi. Beg kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha beg bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashlamayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsaq, jihad yo'lida o'ligicha erishaman. Faqat mush yo'l bilan beg yashab, beg peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatimda bora olayman" dedi.